Hey, nima patrda o'tiribsan sen? Ona men turg'izmaysizdan uxlab qolinman, mijozim kelish kerakdi. Qanday mijoz? Men psixologman-ku, bittasi keladi, shunga motivatsiya berishim kerak. Tuva. Men qaraqa shunga motivatsiya berib turangda men ham yoningda o'tiraybacha. Ha, bo'ladi, faqat gapirmaysiz, haymi? Jimgina orqada o'tirasiz eshitib. Ana keldi. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, o'z yaxshimisiz? Nima bezovta qilyapti sizga? Shu ishlarim yurishmayapti. Pul topa olmayapman. Ha, ishlar yurishmayapti, Ha. Dada, jim o'tiring qani. Ishlar yuritishi 5 ta yo'li bor. Birinchisi, odam ertalab barvaqt uyg'onishi kerak. Motivatsiya beradi. Bachani o'zi endi turib soat 5 bo'ldi, bunga ertaga barvaqt turing deydi. Dada, men sizga jim o'tiring dedim-ki, Ha, hay. Men qarangki, ikkinchi yo'li odam risk qilish o'rganish kerak. Tavakkal qilishingiz kerak. Tushunapsizmi? Ha, risk qiling, risk. Biz bacha ham risk qildi 400 million kredit hozir. Dada, men sizga nima dedim? 5 minut jim o'tiring, qani gaplashing, qani? Shu bir bilan ikkinchi qoidangiz sizdan chiqmasin. Tushundingiz-a? Shu ertalab turdingiz, izga risk sirazi. Tushundingiz? Ana shunaqa qonun qoida. Ketma-ketlik. Jonim bacha, turmonlarga qarab urib o'ldiraman. Turaysan. Bu baribir tushunmaydimi? Menga qara. Nechta bachang bor? 3ta bachang bormi? Shu bachachalaring aptiga qarasang, motivatsiya ana shu. Onang bilan dadang bormi? Shular yuziga qara. Dadang holi ishlab o'tiradi-da. Ana shuni ishlab o'tiradidan sen motivatsiya olsang bo'ladi. Tushundingmi? Bu jildidagi bu psixologiya dars kerak emas senga. Motivatsiya o'yla, tamom. Tushundingmi? Nima qilish kerak ekan? O'zi ittalab turaman, sirasi risk. Ketib o'ldiraman.